Davolash, vakuum bilan davolash, ya'ni vakuum qo'ng'iroqcha asosida davom ettiradi. Hozirgi NAT operatsiyasiga alternativa deb qarasa bo'ladi. Ya'ni bu nima degani? NAT operatsiyasi bu ko'krak qafasini ichkarisiga plastina qo'yib, ko'krak qafasini yuqoriga ko'tarilib qo'ygan holatda 3 yilgacha ushlab yurishdan iborat. Ya'ni shu davrning ichida ko'krak qafasi yengi, ya'ni biza moslashtirgan joyiga o'rganib oladi. Bizada xuddi shu narsani alternativa, ichkariga plastina qo'ymaymiz-da, tashqaridan tortib borib qo'yishimiz natijasida shu narsaga erishamiz. Endi qaranglar. Buning uchun ba'zi bir mutaxassislar aytayotgandek 2-3 soatdan taqish kamlik qiladi. Ya'ni kunni yarmida taqish kerak. 24 soat bo'lsa, kunni yarmigacha olib chiqib taqish kerak. Unaqa kam taqqaningiz tepaga ko'tarasizda, endi suyaklar baribir o'zini eski holatini tiklab qoladi. U yana ichkariga, pastga tortib, yana qaytib ketaveradi. O'shaning uchun bizdagi taqilsa, o'sha tepada ushlanadi, qotadi, qotgandan keyin vakuumdan chiqib ketiladi. Shu asnoda amalga oshiriladi. Endi mana hozir sizlar aytyapsizlar, bizga bittasi vakuum topaman dedi, topib bera olmadi. Anaqa qila olmadi. Vakuum bilan lecheniya qilishda mani usulim umuman boshqacha, boshqalarga nisbatan. Menda vakuumni bitta o'zi sotilmaydi. Ya'ni menda to'liq lecheniya o'shanaqada. Mana qarab ko'ringlar-da, qizilzani o'sishi bor. Hozir mana o'rtasini o'zi chuqur. Boshqa terapevtlar bitta dona sizga vakuum beradi, o'sha vakuumni taqing deydi. Bir xillari nazorat qiladi, bir xillari dashi bo'ldi, mana shuni taqib yursang bo'ldi deydi. O'shanaqa terapevtlarda davolanayotganlar vakuum terapiyaga bo'lgan ishonchini yo'qotib qo'yishyapti. Mana kechaginda bitta odam keldi, vakuum bergan, ishlamaydigan vakuumni bergan, yaxshi emas, sifati past vakuumni bergan, bir dona bergan. Katta pul olgan. Bitta dona vakuumga. Birinchidan u ushlamayapti, u odamni o'zi topa olmayapman, kelsam, ha endi mana shunaqa qilsam, borib topib qidirib borsam, mana shunaqa qilsam deyapti. Bu tushmayapti-yu, desa bo'ldi, o'zi olib bo'lding, boshqasini olasan, sotib olishing kerak deyapti, deyishdi. Menda unaqa emas. Menda demaydi, lecheniyani boshlab, o'zi bo'ldi, qilsa bo'ladi yoki bo'lmasam harakat qilamiz dedimmi? To'liq tuzalib ketgungacha, qaysi hajmdagi, qaysi chuqurlikdagi, qaysi yumshoqlikdagi, qaysi o'lchamdagi vakuum kerak bo'lsa, to'liq tuzalgungacha men o'sha vakuumdan foydalangan holda tuzataman. Ya'ni har bitta vakuum o'sha sotilmaydi. Sizlar tuzalib ketguninglargacha nima kerak bo'lsa, bu bizani klinika, bizani o'sha firma orqali o'sha beriladi sizlarga pulni to'laganinglardan keyin. Ya'ni mana hozir qizimizga avval shaklidagi chuqur kichkina vakuumni qo'ydim. Ozgina to'g'rilab olgan o'zidan keyin yoki shu bilan parallelni ravishda tuxum shaklidagi yumshoq vakuumni beramiz. Bu birinchidan ko'rinib qolmaydi, ikkinchidan o'sha maktablarga taqib borsa bo'ladi, bu bo'ladi. Bog'chalariga, maktablariga taqsa bo'ladi. Vaqt keladi, bu vakuumlar keraklicha o'zini ishini qilib bo'lib ko'krak qafasini chiqarib bo'lgandan keyin uni ushlab turishga mojid boshqacha vakuum beriladi. Qozon shaklidagi mana bunaqa chuqur bo'lmagan vakuumlardan foydalanishimiz mumkin. Devori qattiq, devori yumshoq, yetarlicha chiqarib bera olmasa devori qattiq. Unda ham yetarlicha chiqarib bera olmasa balandligi baland bo'lgan vakuumlardan foydalaniladi. Shu ma'ni farqi. Ko'p odamlar bir xil joylarga borishyapti, arzonroq deb vakuum o'zligisi sotib olishyapti-da, biz men berayotgan, ko'rsatayotgan natijalarga erisha olmagandan keyin kelishyapti. Doktor mana biz vakuum oldik, 1 yildan beri shug'ullanyapmiz, lekin chiqmadi. Birinchidan noto'g'ri shug'ullanishadi. Chunki shu narsaga bilan shug'ullanib, to'liq tuzatgungacha javob beradigan vrachlar juda ham kam. Son Toshkentda, O'zbekiston Toshkentda ham sanoqli bo'lishi mumkin, balkim yo'qdir bu narsa. Keyin mendagi bitta individual har bitta odamga bir necha vakuumlarni kombinatsiyasini almashtirib davolaydigan odam O'zbekistonda yo'q. Men bu gapimga javob beraman. Bu faqat menda. Shuning uchun ham mana ko'rayotgan bo'lsanglar, kuzatib borayotgan bo'lsanglar, shu bemorlar o'zi bilan hamkorlikda ishlagan o'zida bizning natijalarimiz zo'r. To'liq tuzalish, hamma rozi.
ko'pgina vakuum bilan davolaydiganlardan odamlar norozi. Chunki ular nima? Chet eldan vakuum olib kelishadi. 2 million, 2,5 million yoki bu $200 chet eldan keladiganning eng arzoni $200. Men hozir hammasini ochuvlab ketaman. Bir dona $200. Buni ustiga endi doktor o'zinikini qo'yadi baribir. $50-100 qo'yadi, chunki baribir sotib olman, tushuntiryapman, qilyapman deb qo'yadi. O'zbekistonda qilinayotgani 1,5 million so'm qo'ldagisi. Uni ustiga doktorlar qo'yishyapti-da, 500 ming so'm qo'yishyapti-da, 2 million so'mga O'zbekiston vakuumlarini shug'ullanishyapti. Mana misol uchun, biz hozir sizlarga ko'rsataman. Misol uchun mana bu O'zbekistonda chiqayotgan 1,5 million so'mlik vakuum mana bu. O'zbekistonda kimdir quvvatda sifati to'g'ri kelmaydi, sal bir ikkita joylarida qiyinchilik, ya'ni odamga qiyinchilik tug'diradigan narsalar bor. Havosi qo'yib yuboradi, yaxshi ushamaydi mana shunaqa. Mana bu turetskiy vakuum. Bu ham qimmat emas. Где-то 160 lik turadi, shuni $300 dan $500-600 sotishyapti bizning mutaxassislar. Bu turetskiy vakuum, bu turetskiy, lekin bu yerda qora rangi, menimcha silikon emas, rezinaga ko'proq o'xshaydi. Bundan tashqari yana bir necha xil turlari bor. Bularni donasini sotib olasizlar. U yo'g'idagi jarayonni hech kimga qiziq emas. Qo'yasizmi, foyda olasizmi, yaxshi bo'lasizmi, nazoratga kelasizmi, kelmaysizmi? Men bilan lecheniya boshlagan odam men bilan o'sha как бы shartnoma tuzadi, что men 1 yil davomida yoki 2 yil davomida aytganingizni hammasini to'liq vaqtida qilaman, vaqtida kelib turaman deydi. Bu yog'iga men tarafdan ham garantiya bo'ladi. Mendagi natijalarda 70-90%, ya'ni 100 ta odam davolansa, yoshi katta, qotib qolgan chuqurlarda 70 tasi yaxshi bo'lib ketyapti. Biz xohlagan natijani olyapti. Siznikidagi yosh, ko'krak qafasidagi chuqurligi chuqur bo'lmagan insonlarda 90 tasi to'liq yaxshi bo'lib ketyapti. Qolgan 10 tasi, 100 tadan qolgan 10 tasi yo'q, aytgan o'zini yaxshi qilmaganini hisobiga, o'zi aytgan o'zini qilmaganlarni qo'shmaganman bunga ko'pi. To'liq qilmaganligi, qiladi, to'liq qilmaganligini hisobiga, vaqtida kelmaganligini hisobiga yoki vaqtli tugatib qo'yishi hisobiga yoki bo'lmasam ba'zi bir organizmdagi o'ziga xosliklarni hisobiga tuzala olmaydi. Bu meditsinada shunaqa bo'ladi. Bitta dori hammaga bir xil ta'sir qilmaganda, bitta kasallik hammani bir xil kasal qilmaganda, ya'ni oddiy shamollashda kimdir yotib qoladi, kimdir ismalaydi, kimdir qaqshaydi, kimdir terlaydi, kimdir bosh aylanadi. Xuddi shunaqa bo'lganida bu kasallikda ham hammada bir xil namoyon bo'lmaydi, hammada bir xil tuzalmaydi. Kimdir suyiga qattiqroq bo'ladi, kimdir juda qattiq kirib ketgan bo'ladi, kimdir boshqa kasalligi bo'ladi, o'sha kasallik bu kasallikni davolaydi. Misol uchun terilari allergichni bo'ladi, yara toshib ketadi, boshqa bo'ladi. Lekin mana shu bizning davolash rejamiz shunisi bilan farq qiladi. Ya'ni to'lov bitta, lekin individual yondashuv, oxirgacha kurashish va davolash bizda. Bizda misol uchun vakuum nech pul degan so'z menga noto'g'ri-da. Menda vakuum sotilmaydi, menda davolash sotiladi deyman. Men bir xil aytadi, vakuum nech pul deydi-da. Misol uchun davolashni narxini aytsam, doktor 2 ga bo'laylik, sal to'g'rilaylik. Yo'q, bu yerda davolash to'liq bo'ladi. Biz bilan как бы shartnoma tuzdinglar, bo'ldi. Demak, sizlar men aytganimni qilasizlar, men sizlarga kerakli bo'lgan har bitta narsa bilan ta'minlayman, vaqtida maslahat beraman, kerakli bo'lgan paytda almashtirib beraman, yaxshi ishlamaganini almashtiraman. Misol uchun mana bunaqa narsa ko'p bo'ladi. Men bu vakuumni bir inson 6 oy taqdi, 6 oydan keyin keladi yoki 3 oy taqdi, 3 oydan keyin kelishadi menga. Doktor cho'ta o'sha ishlamayapti, chiqib ketyapti. Bundoq qarasam o'sha tekis bo'lib qolgan bo'ladi. Bu ko'tarish uchun edi bu vakuum. Endi to'xtaylar deyman. Endi sizlarga devori yuqa, sal o'zi chuqurroq va yaxshiroq tortib turadigan, uzoq yaxshiroqni yopishadiganidan beraman. Men bu devori qattiq, to'g'ri, bu yaxshi ko'taradi, lekin ichkarida kamroq bosim bo'lgandan keyin bu tushib ketaveradigan bo'ladi deyman. O'shanaqasini almashtirib beraman. Yarmida. Bir xillar sindirib qo'yishadi o'zligi sinayib bilan. Doktor deydi, keladi, tishlab qo'yibdi deydi. Almashtirib beraman, noiloj o'sha. Misol uchun boshqa joylarda bunaqa yo'q. Boshqa joyda endi o'zingizlarda yangi sotib olinglar deydi. Yana shuncha beringlar deydi, yangi sotib olinglar. Shunisi bilan meni lecheniyam
boshqa odamlarning licheniyasidan farq qiladi. Agar mana hozir sizlar ham ana kelayotgan narsani kutganinglarda nech pulligini bilmadim, bitta mashina sotib olardingiz. U nazorat qilarmidi? Keyin qo'yishda sizlarga polni monitoring qilib borarmidi? Unisini men bilmayman. Balki menimcha yo'q. Просто keladi, sizga vakuumni sotadi, и все. U yog'iga sizni nazorat, garantiya bunaqa narsa yo'q. Menda bor bu narsa. Shunisi bilan biz farq qilamiz. Tushuntira oldimmi?